Hammaga salom, xayrli kech, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun 13 may 2025-yil Rustovskiy rayon Selaberyozovkada ekin ekish jarayonlarini tugatdik. Ekilgan ko'chatlar tugadi. Yana o'rtaki hamda kechki karam va makka shular ekilsa, xudo xolasa ekish ishlari tugaydi. Shu munosabat bilan va aqiqa munosabati bilan banket bo'ladi. Shunga mana shu qo'zvoy qurbonlikka inshaalloh tayyorlanmoqda. Qo'zvoy, qalaysan? Menimcha ichida meni so'hyapti, meni yechuvadi deb. Qo'zvoy. İşten çıkan mata pompalar ancha dem o'tsa bo'ladi. Xudo xolasa 14-15 dam ekin ekib bo'lgan munosabatimiz bilan bu ishlarda ota bobomiz ham tugatmagan, lekin ko'chat ekish jarayonlari tugadi. Nasib qilsa. Hammom, tualet, qishga o'tin. Mana shunaqa gaplar. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, like-ni bomba qilib bosaverasizlar. Like bosingizlar va yana o'sha gap, like bosingizlar. Obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga yoqadimi yo'qmi? Videolar chiqarib turaman. Yoqqanlar like bosib ketasizlar, yoqmaganlar dislike bosasizlar. Komment yozsalaring ham mayli, yozmasalaring ham mayli. Xullas, bu bizga hobbi. Material ostidagi ko'chatlar ham mana ancha o'ziga kelib ketdi. Hamma yo'q chotki. Xudo xolasa shunaqa 14-15 banket YouTube kuzatuvchilar kelaverasizlar. Aqiqa munosabati hamda ko'chat ekish ishlari tugaganligi munosabati bilan banket. Hammaga sog' salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Hali bu pomidorlar pishgan jarayonlarini, ya'ni yig'im-terim mavsumidagi videolarni ham inshaalloh chiqarib boramiz. Hammaga rahmat. Xayrli kech. Yaxshi dam olinglar.